Akalar, sizlarga xush xabarim yo'q, faqatgina noxush xabar. Matiz onasini emsin bo'lib yotibdi narxlari. Mana bozorda tiqilib ketgan Matizlar 2000, 2500, 3000 besti, короче, 2017-yil normalniy sassenalari 4000 ga ham tortmayapti. Biz onasini emsin necha pulga olganmiz u mashinani, ayniqsa arendada olgan akalar. Sizlarga, hammamizga, sizga, menga ham Xudoning o'zi kuch-quvvat, sabr bersin. Lekin normalniy tashab yuborgan narxlar 2500 ga ham onasini emsa 7000 to'ladim, to'g'riroq bundoq aytganda. To'g'risi bitta Matiz uchun hali to'lab bo'lganim yo'q. Mana bunaqa sassanalar tortsa 4000 ga tortmayapti-da. 4000 deb turibsiz, lekin shunda ham odamlar olmayapti. 2017-yil misol uchun ana Matizning oxirgi pozitsiyalari deydimi, oxirgi variantlari ham nima bo'lib ketyapti bozorga tushunib bo'lmayapti. Arendaga mashinaga olishga ham odam qo'rqib qoldi, akalar. Mana agar ishonmayotgan bo'lsanglar, nobodosiga mana shu odamga telefon qilib so'ranglar, mashinani necha pulga qo'ydingiz, aka? 2015-yil ekan, metan ekan, bes ekan deb nomerlarga bitta telefon qilib ko'rsanglar, ko'rasizlar ahvolni. To'g'risi ayanchli ahvolda bozor. Matiziston bo'lib ketibdi mashina bozor. Matiziston. Hamma Matizdan qutulmoqchimi deyman, bilmayman nimaga. Lekin Matizlarni normalniy tashab yuboribdi. Birga bir tashab yubordi desa ham bo'ladi. Hozir 7000 ga mashinani arendasidan qutulyapman-da, sotaman deb mashina bozorga olib chiqsam 2500 ga qaramayapti odamlar. Kimgadir tanishingiz, bilishingiz qilib turib tep formasangiz, shunda ham mashina ko'pligidan umuman Matizga qarashmayapti.